Esingizda bo'lsa, Namanganga borib, onaxonimizga umra yo'llanmasini hadya qilgan edik. Bugun mana quvonchli kun, xudo xolasa umraga jo'nab ketishyapti qizlar bilan birga. Undan tashqari, esingizda bo'lsa, 18 yildan beri farzandi yo'q er-xotin bor edilar. Ularni ham jo'natyapmiz. Umumiy hisobda Alloh baraka berib 12 ta odam bo'lib ketdi. Nimagaki, ko'pchilik aytdiki, "Aka, men pul bering, men jo'nating" deb turib, odamlar yaxshilik qildi. Undan tashqari Sentrum Holidays o'zi 3 ta odamga bepul umra yo'llanmasini bergan. Xudo xolasa hozir onaxonning duolarini olamiz sizlar bilan, chunki sizlarning ham yordaminglar bor. Har bitta videomizga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, o'tkazib yubormaysizlar. Xudo xolasa bitta hozir duolarni olamiz, keyin kuzatib qo'yamiz xudo xolasa. Olamasini taqib qo'yamiz, maylimi? Bir duo qilib berasiz. Chunki bizning kuzatuvchilarimiz bor, shu kuni sizni ko'rishdi, rosa xursand bo'lishdi. O'shanga bir bularni ham duo qilsangiz, hammamizga nasib qilsin. Iloyim. Borishni xudo xolasa. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga o'zingga shukr. Ey bor Xudo, ey bor Xudo. Mana bordiga rosa ekan. Mana bolam. Iloyim. O'zing berding, o'zing olding. Xudo shuning uchun menga farzand bergan ekan, o'g'il bergan ekan. 3 ta o'g'liga yuzlab, minglab o'g'il beribdi menga. Shukr, beadad shukr. Amin. Iloyim bolam, birlaring uzun bo'lsin, rizqlaring baland bo'lsin. Ana shu kompaniyalaring ishi rivojlanaversin. Bizga o'xshagan ko'ngilsizlarga butun ko'ngil beryapsizlar. Shukr. Qobiljon shuna sababchi bo'ldilar. Qobiljon sabab. Alloh rozi bo'lsin. Bu ham meni bolam. Ha. O'zim o'qitganman, o'zimning o'g'limning sinfdoshi. Siz o'qituvchi bo'lgansiz, hammasini o'qitgansiz. Hammasini o'qitganman. Sog' salomat bo'ling. Umrlaring uzun bo'lsin. Rahmat. Alloh akbar. rahmat. Yaxshi borib kelinglar. Alloh panohida bo'linglar. Rahmat bolam. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa yana yaxshilik bilan ko'rishaylik. Iloyim. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat bolam. Rahmat. Sog' bo'ling.